Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hürmetli qarindoshlar, bugungi darsimiz Ulgimiz kim degan temadagi darsning 5-qismi. Bu darsda Zamzam quduqining qo'llanishi. Muhammadur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dunyoga kelishdan ilgirki bir qanchilg'an cho'ng ahvollar bor. Ya'ni Janob Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning dunyoga keladiganligidan bishorat deb tushuniladigan bu ahvollardan birisi Zamzam quduqining qo'llanishi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning cho'ng dadisi Abdul Muttalib degan kishi bu öz qabilasininki ichida nayt hurmatlik, ya'ni Quraysh qabilasining ichida muhtaram bir shaxs. Hamda bu yerda Zamzam quduqini qo'llash masalasida Abdul Muttalib o'zininki kundalik odati bo'yicha bir uxlayotgan vaqtida bir tush ko'rganligi. Tushda bir kishi kelib, "Sen Toybani qo'llig'in" deydi. Toyba deganning ma'nosi pok, pokiza degan ma'noda Madina shahri Toyba deb atalgan. Toybani qo'llig'in deydi. Bu Abdul Muttalib deydi-ki, bu Toyba degan nima deb so'raydi. U kishi gap qilmay u yerdan yo'qolib ketadi. Tushidagi voqelik hamda. Ikkinchi kuni esa yana uxlaydi odati bo'yicha. Yana bir kishi kelib, "Sen Barrani qo'llig'in" deydi. Barraning ma'nosi bir yaxshilik degan ma'noda. Bu Barra degan nima deb Abdul Muttalib so'raydi. Uni da'vatgan kishi buni javob bermay, bu gapningki javobini bermay yana yo'qolib ketadi. Üçüncü kuni esa yana uxlab qoladi. Abdul Muttalib o'zining odati bo'yicha yana bir kishi kelib, "Sen Madnunani qo'llig'in" deydi. Madnuna degan tugamaydigan saxiylik, ya'ni dunyoda o'xshashi bo'lmaydigan bir saxiy bir quduqni qo'lab chiqqan degan bir ma'noda. Shuning bilan bu Madnuna degan nima deb so'rasa, yana ilgirki kunlardagi ahvoldek bunga javob bermay yana yo'qolib ketadi. 4-chi kunisi uyqusida Abdul Muttalibning qishig'i yana shunday bir kishi kelib, kundagi odati bo'yicha Zamzam quduqini qo'llig'in deb shunday deydi. Abdul Muttalib so'raydi, "Zamzam degan nima?" deganda, "Zamzam degan menga tugab ketmaydigan shunday bir o'zi quduq. Bu quduqni qo'llash orqali nurg'unlagan hojilarni sug'ursan" degan bu shaklda tushundirdi. Demek Zamzam quduqining qo'llanishi. Endi bu yerda Zamzam quduqining qo'llanishi, ya'ni qaytadan qo'llanish degan bir mazmun so'zlanadi bu yerda. Qaytadan qo'llanish deganlikda aslida bu Zamzam quduqini İsmail alayhissalatu vesselamni dadisi İbrahim alayhissalatu vesselam Hajar onamiz bilan birlikda Mekke shahriga, hozirgi Mekkaga kelib qo'ygan vaqtida shahar emas hamda cho'llik kelib qo'ygan. Shuning bilan İsmail alayhissalatu vesselam kichik o'g'allikdan bu kichik o'g'allikdan ushlab ketib, bu yerda yig'lab putini yerga urib shunday qiqirab ketganlikdan opisi Hajar onamiz bu yerda suv izlab Safa bilan Marvaning o'ttirsida 7 qitim yugurdi. Mana bu 7 qitimlik bu ikkisining o'ttirsidagi sa'i qilish mana hozir mush hajning ruknlaridan bo'lgan bir ahvol. Demak, şu vaqtda İsmail alayhissalatu vesselam yig'lab ketib, ikki putini yerga urib shunday yig'lagan vaqtida shu putini uğan, shu o'rinning o'zidan Zamzam quduqqa suvi etilib chiqqan. Shuning bilan bu yerda Hazrati Hajar onamiz bu suvning atrofini qisman to'sab, taqat etishcha bir shaklga kirgizgan, bir quduq shakliga, shu boshqa yerga eqib ketib yo'qolib ketmasin deb Janob Rasulullah sallallohu alayhi ve sellem risolatni topshirib elib vazifega o'ltirishdan, vazifani ijro qilishdan burun kim kuchlik bo'lsa
qaysi qabila kuchlik bo'lsa, bu arablarni, ya'ni shu Makkani shular boshqarib, shular idora qilib keladigan bir ahvol bor edi. Jurhum qabilasi deydigan qabiladagi kishilar buningga boshliq bo'lib, Makkani boshqarib kelayotgan edi. Keyin bu Jurhum qabilasidan boshqa yana bir kuchlik bir kishilar, qabilalar o'tirib chiqdi. Shuning bilan Jurhum qabilasining huquqini tatib olgandan keyin Jurhum qabilasi bu yerdan ko'chib qochib ketishga to'g'ri keldi. Mush ko'chib ketadigan vaqtida bu yerga bir ikki dona kiyik shakliga kirgizilgan oltin haykalni tashlab etib va bir ikki qilich modeli tarixiy kitoblarda mushu narsalarni tashlab etib to'piga to'p tashlab buni ko'mib etib buning izini bir butun yo'qitib etib ketgan. Endi bu yerda bu quduqning mushu o'rnini uzun bo'lganlikdan bu nada ekanligini buni hech kim bilmaydigan bir ahvol bo'lgan. Endi bu yerda Abdulmutallib degan kishining tushida bu quduq nada ekanligi, nani qo'lis to'g'ri bo'lganligini buni tushida nayt ro'shan shaklda ko'rgan. Hattoki ikki butulab shu ikki butning o'ttirisini qo'lsang bo'ldi deyilgan deyiladi. Shuning bilan bu yerda Abdulmutallib degan bu kishi bu quduqni qo'lab chiqdi. Qo'lab bu yerda dastlabki Qurayshlar qarab turib bu yerini asli o'rnini topalamdi, topolmamdi degan bir shaklda qaraydi. Keyin bu qo'lab ras o'rnini topganligini, buning ichidagi ikki dona kiyik shakllik oltin haykalni tepib chiqqanligini va suvning chiqayotganligini ko'rib, Qurayshliklar, ya'ni boshqa Qurayshliklar shunday deydi-ki, bu cho'ng dadamiz Ismoil alayhissalomdan qolgan, ya'ni quduq bu. Sening cho'ng dadan bo'lgandek bizning cho'ng dadamiz bu kishi. Buni senle igdorchilik qilvasan bo'lmaydi, bizmi igdorchilik qilamiz degan bu shaklda talab qiladi. Abdulmutallib buni unutmaydi. Bu quduqni men o'zim qo'lladim, o'zim ajr qildim. Men buningga o'zim ega bo'laman deydi. Shuning bilan bu boshqa Qurayshliklar buningga bizmi tang ega bo'ldik deb turib oladi. O'tirsida biroz ixtilof, talash tatish bo'g'ila boshlaydi. Bu vaqtda Abdulmutallib degan kishi farosatlik kishi bo'lganlikdan, unda bo'lsa sizlar o'zinglar kimni xohlasanglar bir kishini tanlanglar, shu kishi bizning oramizdagi mushu kelishamaslikni kelishtirib qo'ysin, o'ngshab qo'ysin deydi. Shuning bilan bular unda bo'lsa mushu Sham zamani tarafda bir kahin bor, mushu kahinning qishig'i basaq shu kishi bizning ishimizni orib qo'ydi deydi. Shuning bilan Abdulmutallib o'zining urug' tuqqanlaridan bo'lgan va o'zining tarafdorlari bo'lgan bir necha kishilar bilan va boshqa Qurayshliklarmi har qabiladan bir turkum kishilar bu yerda yo'lga chiqdi. Shu kahinning qishig'i berib masalani hal qilish uchun shuning bilan bu cho'l jaziralarda mangdu Abdulmutallib bilan bo'lgan karvonning suvi tugab ketdi bu yerda, havo bek issiq bo'lganlikdan. Shuning bilan bu Abdulmutallib va birlikda turayotgan karvonlar boshqa Quraysh qabilalaridagi hamrohlardan suv so'raydi. Bizga suv beringlar desa, ular deydi-ki, agar biz suvni sana bersak, bizning suyimiz tugab ketib, sana o'xshash bizmi suvsiz qolib qolamiz deb suvni bergil olmaydi. Shuning bilan bu Abdulmutallibning karvoni suvsiz, ussiz ahvol yomon ahvolga chiqqanlikdan bular Abdulmutallib deydi-ki, biz bir o'zimizning qabrimizni o'zimiz ko'lab, hamda demakki mishayda o'lab ketish bizga putilgan o'xshaydi. Qabrimizni o'zimiz ko'lab birimiz o'lab ketsak, kim balda o'lab ketsa, shu balda o'lab ketgandan qolganlar shu qabrga ko'mab, shunda qilib eng oxirida bir kishi ko'madigan igichoqsiz qolib qolsak, mayli shu bir kishi qog'chilik bir-birimizni ko'mab shunda qilaylik deb kelishdi. Shuning bilan hammamiz qabrni ko'laydi. Bu bir tarafdan aytganda qabrsiz qolmayli deganning bir hukmi. Shuning bilan qabrni ko'lab bu yerda o'lamni kutib, ussuzlik holatda o'tirib beqib, shuning bilan Abdulmutallibning kallasiga bir plan keladi bu yerda. Bunda o'tirib o'lab ketganlikdan tayinliq bir ozi turkibdir, menib baqsaq bir yerdan bir suv tepilib qolarmi deb bu planini atrofidagi karvoniga deydi, kishilarga deydi. Shuning bilan bo'ladi unda o'z bir yerga yo'tkilib baqayli deb, shu uloqlarini hamda qo'zg'ab yo'tkilayli deb turgan vaqtida Abdulmutallibningki dastlab turgan tapinining ostidan bir suv etilib chiqdi, bir tatliq suv. Shuning bilan bu suvni ko'rdi, suvni ichdi, uloqlarini sug'urdi. Bu karvon Abdulmutallib bilan birga bo'lgan kishilar sug'urdi. Endi suv bag'il unmaganlarmi, Quraysh qabilalaridan bo'lgan har qabilaning odamlarimi buni ko'zi bilan ko'rdi. Ahvol mushundaq bo'lgan vaqtida
bu Kureyş kabilelerden boğan kişiler müşahede bir nersini his kılıyordu. Demek ki bu Abdülmutallib'nin ki bu Zemzem kuduqını ko'lishi bu Abdülmutallib'e boğan bir nasip bir işkem bu. Bunu biz talaşmasak o'g'dak degan bir irade keldi bo'la. Şunu bilan Abdülmutallib'ga bo'ldi, kahinning qashig'imi bo'lmayli, u quduqqa sen o'zing iqtidorchilik qilgan, biz talashmayli deydi. Hamda demek bu yerda amaliy bir ko'rinishni ko'rgandan keyin bularni ta'sirlangan bo'lsa kerak. Shuni bilan Abdülmutallib bu yerda biri bu masalaga qo'shildi hamda. Bu mushundaq bir cho'l jazira, suv yo'q, bo'lish ehtimolligimi yo'q bir yerda dal Abdülmutallibningki qadamining ostidan bir suvning chiqqanligiga Abdülmutallibning ayt qo'shildi. Yana birga o'ziningki bir az ojiz, kuchsiz ekanligini his qilgan Abdülmutallib bu yerda ey Allah, agar menga 10 o'g'il ato qilsang, men shu 10 o'g'lim cho'ng bo'lsa, mening yenimda turarligidek, menga azqatqidek bir holatga kelsa, shu 10 o'g'limdan birini Ka'baning oldida qurbonlik qilgan bo'latdim, qurbonlik qildim deb bir va'da qildi. Şunu bilan Abdülmutallibning bu vaqtdagi bu duosi ijobat bo'ldi. Haqiqatan 10 o'g'illik bo'ldi. 10 o'g'ilning hammasi nayati Qur'onga yetib yaxshi cho'ng bo'ldi. Şunu bilan Abdülmutallib bu va'dasini balalarni, o'g'illarni yig'ib deydimdi. Mushundaq bir va'da qilgan edim. Mushu va'dani ijro qilmasam bo'lmaydi degan vaqtida hamma o'g'illari bunun qayil olab bo'ldi deb taslim bo'ldi. El hukmu lillah, agar mushundaq bo'lgan bo'lsa, biz hammamiz bunun qetilimiz, qo'shilimiz deydi. Endi bu yerda şu vaqtdagi qoidada bu 10 o'g'il, birisini qurbonlik qilish kerak. Birisini arib chiqish uchun şu vaqtdagi bir aql bularning ideyasida bir pal silish to'g'ri keldi ekanda, şu 10 o'g'ilning ismini yozib qog'ozga, şu qog'ozni pal o'qining uchiga bekitib, şu 10 tal o'qni Hubal deydigan butni boqadigan bir butparas qerining qishig'iga olib, sen mushu 10 o'g'ildan birini men mushunda qurbonlik qilmoqchi, mushuning menga bir arib bergan bo'lsang, mush palni silib deydi. U butparas shayxi shuning bilan 10 tal o'qni bir urib, o'zining bir qoidasi bo'yicha pal Abdullahni qurbonlik qilishga chiqdi. Abdullah degan Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dadisi. Abdullahni qurbonlik qilaman deb Abdülmutallib cho'ng dadisi shu yerdan Ka'baga olib mangdi. Buni ko'rgan bir qism Quraysh kishilari va bu Abdullahninki Mahzum jamoatidan qabilasidan bo'lgan, ona tarafdan bo'lgan urug' tuqqanlari va shundaqla Abdullahninki bir qo'saq bir onadan tug'ilgan bir qarindosh ekan, bulinat yolvurib, bunda qilsang bo'lmaydi deb turib oldi. Bundaq jiq turib olishidagi sabab bu Abdullah boshqalarga o'xshamaydigan, nayt aqlliq, farosatlik, adab axloqliq bir bola bo'lgan ekan. Bu hech qaysi o'xshamaydigan balangni buni bunda qilsang bo'lmaydi deb turib oldi. Undaq bo'lsa deydi Abdülmutallib, men qanday qilaman? Qanday qilish orqali men bu va'damni amalga oshiraman deydi. Bu Qureyshlarning odati bo'yicha mushundaq bir ishga yo'liqsa darhol kahin izlaydigan kishilar ekan bu. Palani kahinning qishig'iga borsang, sana bir chiqish yo'li topib berilishi mumkin deydi. Shuni bilan Abdülmutallib bu yerda şu kahinning qishig'iga berib bir maslahat olib qo'y deb kahinning qishig'iga berib mush ahvollarni degandan keyin bu kahin deydi-ki, "Undaq bo'lsa sen Abdullahni bir tarafga qo'ysan, 10 tugini bir tarafga qo'ysan, pal o'qini aylandirsan, shu pal o'qi agar tugiga chiqib qolsa, 10 tugini qurbonlik qilasan, Abdullah saq qoladi. Agar Abdullah chiqib qolsa, toki tugiga chiqqanga qadar har qitimda 10dan tugini mushundaq qetib, shu pal o'qini mushundaq aylandirsan, şu qachoniki pal o'qi tugiga chiqqan vaqtida shu tugini qurbonlik qilsang, Abdullah saqlanib qoladi. Buning yo'li mushu deb aqli ko'rsatdi. Shuning bilan bu yerda Abdülmutallib mushu shaklda qildi. 10 tugini qo'ydi, Abdullahni bir yon qo'ydi. Yani bu pal o'qi 9-qitimga cho'lik Abdullah qishqidamdi. Oxirida 10-qitim tugining soni to'liq 100ga yetdi. Bu vaqtda pal o'qi tugi tarafga to'g'ri keldi. Tugiga chiqdi. Chunki bu haramzadlik aralashtiradigan bir ish emas, o'z ichidan bo'layotgan bir va'da bo'lganlikdan. Shuning bilan 100 tugini Abdullahning o'rnida qurbonlik qildi. Demak, Abdullah saqlab qoldi. Mana bu Abdullah Janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning dadisi.
Demek, mana bu Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin degenidek men ikki qurbanlıqның oğlu deb özünü şundaq düşendirdi. Bu ikki qurbanlıqdan birisi İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselam özününki İsmail aleyhissalatu vesselam qurbanlıq qilishqa İbrahim aleyhissalatu vesselamdan tarafidan qurbanlıq qilinish to'g'ri kelgan vaqtida Rabbimiz jalla va ala bir qo'chqani İsmail aleyhissalatu vesselamning o'rniga çürüp bergen. İsmail aleyhisselam bu şekilde saklanıp kalgan. Hem de Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dadısı 100 tügünün bedelige hayat saklanıp kalgan kişi. Bu şu şekilde Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dadısı saklanıp kılış arkalık Resulullah dünyaya muşu kişinin nesliden tuğuludu. Zemzem suyu meselesi de Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nece hadislerini degen. Bu hadisten birisi innaha mübareketun innaha ta'amu tu'min. Bu bir hadis. Bu zemzem suyu bolsa bereketlik bir su. Bereket Allah tarafından bereket verilgen bir su. Hakikaten bütün dünyadaki hacılar milyonluğun insanlar kilido, içido, tügümeydo, özü içip yani ailelerine, şehirlerine, jutlarga kötürüp ektido. Muşundaq bir bereketlik su. Hem de bu şu devrden başlap İsmail aleyhisselamның devrden başlap çıkıltıgan bolsa ta ki hazır bizning devrimiz kelgiçilik muşundaq to'xtab qolmay chiqib turgan bir su bu hamda. Ebi Davud'ның rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi. Şifa'u suqmin yoki şifa'u saqmin bu zemzem quduqi zemzem suyu keselning şifasıdır. Yani keselga şifadır. Ve şuningdek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani şundaq degen. Ma'u zemzeme lima şuribe lehu. Zemzemni bir kishi nimani niyet qilib ichgan bo'lsa, shuning uchun bo'ladi. Masalan, bir odam og'riq, keseli bor. Allah bana muşu zemzem arkalık şifa berse deb şifani niyet qilib ichgan bo'lsa, Allah şu adamning keseliga şu su arkalık şifa berdi. Eğer sihridan yoki ko'zlik ishdan yoki shuning o'xshagan ba'zi bir illatlardan ya jin chaplashib olishdan Allah'a panohlik tilagan holda mushuni maqsad qilib turib zemzem suyini ichgan bo'lsa, Allah bu zemzem suyu arkalık bu kishiga panohlik berdi. Eğer bir kishi ussuzluktan ichgan bo'lsa, ustab ketib ichgan bo'lsa, ussuzluqi bu suv bilan qonidi. Agar qo'sig'i echib ketib bu suvni ichgan bo'lsa, bu suv qo'saqni to'yg'izadi. Demak, bu suv nimani niyat qilib ichgan bo'lsa, nimani maqsad qilib ichgan bo'lsa, shuning uchun bo'ladi. Va shundaqla va hiya hizmatu Jibril va suqya Ismail. Bu Jibril alayhissalatu vesselamning asri. Hamda Ismail alayhissalatu vesselamni sug'agan suv. Ve şuningdek bütün dünya Müslümanlarını şu zemzemge erişeligen içki nasip bo'lgan bütün dünya Müslümanları şu zemzemden içip kelayotgan, sug'urilayotgan muşundaq bir su, bereketlik su. İslam'nınki bu zemzem meselesi her bir Müslüman bunu bir tefekkür qilib tegishlik bo'lgan. İslam'nınki icaz qismidan Allah'ның bir kudretlerini davamlı ifadalab turadigan bir kudreti, bir bulaq. Nurgulluğan insan içido. Epkitudu, bu su tügümeydi. Bu emde muş köz aldığımızda boğan muşundaq bir Allah'ın kudreti. Ve şuningdek, bugünkü günde pentexnik cihetlerde, tecrübe xanalarda tekşürüş arkalık bu sunun saplık nispeti dünyadaki barlık sulardan mı sap ikenliki. Bunun da bir mikrop, bakteriya, virus qatarlıq hiç qandaq bir narsaninki yo'q ekanligi. Buni qanchalik tekshirsa shunchalik, hech qitim tekshirsa shuncha qitim noaytimi mushundaq o'zi eng sap isbotlanganligi chiqqanligini buni tadqiq qilgan va buni fan texnik orqali isbotlagan kishilar tarafidan o'tirib qo'yilmoqda. Robbimiz jalla va alaning mana shu har bir musulmon foydalanib turayotgan va iymonini kuchaytirish uchun tafakkur qilishga tegishli bo'lgan qudratlari. Robbimiz jalla va ala hammamizni mustahkam iymon ve tevrenmeydiğen İslam akidesinde yaşaşka nasibidar kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. أبدا ذلتنا يا
رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله